Akalar, Namangan boshini bozor qizyapti. Narxlarni qaranglar, narxlarga nima bo'lyapti? Qiziqqanlar bo'lsa diqqat bilan o'tkazmasdan ko'rasizlar, yuk mashinalar oladigan payt keldi-da. Bugun 21-iyun, 21-iyun. Yakshanba Namangan boshini bozor turibmiz. Mana shu Shinray T50 modeli narxini internetda qidirib ko'ringlar. 23-yilgi narsa juda arzonga berib olinadi, o'tkazmasdan ko'ringlar. O'rtasida dehqonlardan chiqdi, mana changallar bor, har xillardan bor. Qiziqqanlar bo'lsa o'tkazmasdan ko'rib olinglar mana. Mana Xitoylar bu deysizmi, mana Kia bor, mana shu ham 23 ekan, puli ham yaxshi ekan. UAZ Bartovoy deysizmi, o'tkazmasdan ko'ringlar, chiroyli video bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yakshanba Namangan mashina bozoridan sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepida raqamga murojaat qilasizlar. Bilasizlar, minglab odamlar ko'rib ishni bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysiz. Mana bozor o'rtog'i mana ko'ringlar. Avvalo nasibi bozorda 100 ta ko'rsa bizda minglab ko'radi. Xudo xolasa 100% sotiladi demaymiz, lekin ancha sotib qo'yishadi. Sotish koeffitsiyenti yuqori. Buyurtma beringlar. Endi issizda o'tir, bunaqa vaqtingizni sarflab o'tirmaysiz. Uyingizda mazaq sotasiz. Xudo xolasa buyurtma beringlar, chiqarib beramiz. Ketdik. Zo'r video bo'ldi. O'tkazmasdan ko'ringlar. Ketdik. Qani bismillah o'rtoqlar, bosh uramiz. Shinray T50 modeli kelibdi. Bu restyling, vidini qaranglar, chiroyliligini. Xudo xolasa uncha-munchasiga qaramayman. Xo'p, bir oycha oldin obzor qildim. 13 ming dedingizmi? Nech pulga beramiz aka? Cho'zishni kerak. 11,5 o'rtoqlar endi foydalanib qolish kerak. Bu yakka balon emas, oddiy emas. Bu Shinray T50 qo'sh balon uzunida. Necha metrli? 380, salkam 4 metrli. 100 qancha yurgandingiz? 168 ming yurgan ekan, o'rtoqlar. Ko'ringlar, motorlar qilib qo'yildi. Motorlar qilindi. Shu 160 ming yurganda motorlar qilindi deb aytishdi. Endi ichlarida hamma qulayliklari bor, o'rtoqlar. Mana ABS bor, konditsioneri bor, rullar yumshoq. Hamma qulayliklari bor. Endi bilasizlar, yili 23-yil o'rtoqlar, mana ko'ringlar. Nechtali motorida aka? 120 tali motor, 1.6 bo'ladi. Kraskasichi? Kraska oldidan kapotda bir qarish bor, tosh tushib ketgan. Atak urilib avariya bo'lmagan, ha? Metallari 100 tadan ikkitami aka? 90 tadan. 180 ta ekan. Bir to'lasi qancha yurasiz aka? 300 atrofida yurilar ekan. Tentlar qilib qo'yilgan, tayyor o'rtoqlar. Mana. O'zingiz salondan olib chiqqanmisiz? Qo'ldan olgansiz. Ko'ringlar. Nomerlar ham tur. Assalomu alaykum. Amaki yaxshisimsiz, chimsiz, charchamang, yuribsizmi? Onani ham kiyiladi ichida. Kapalakmi? Kapalak ketdi. Ketdimi? Qayerga ketdi? Shaharga qo'yapti. Shaharga sotyapti. Xullas, akalar sotib yuboraman deyaptilar. Qiziqqanlar bo'lsa olib qo'yinglar. Telefon raqam bering endi aka. 99 750 750 12 11. Ismingiz nima edi aka? Amirxon aka deb murojaat qilinglar. Aka bir yetmay qolsa-chi, bir yarim parmiga bormi? Ajlana qilib beramiz. Aka nomlariga o'tkazib turib 100 milliongacha kredit beradi, Liboy bank. Ularga gaplashib qo'yib, menga naqd pulni oladi. Sizga naqdga kerak ekan, naqd. Telefon qilinglar o'rtoqlar, o'tkazib yubormanglar endi. Shinraylab ko'ryapsiz, so'raganlar ko'p. Bozorda o'zi bitta shu chiqibdi shekilli. Olinglar mana. O'rtoqlar yana davom etamiz. Dehqonlarda mana bitta bor ekan yana. Xo'p, 69 tali changan, buni 2013-yil deb aytayaptilar. Kraskasi nima dedingiz aka? Krilloni tepa past ko'chgan uchun yangi qo'yib qo'ydim. Urilmagan, yangi krilo qo'yilgan. Eskisi turibdi uyda. Atak mashina udari yo'q, ha? Udari yo'q ekan. Yurgani qancha dedingiz? 287 ming yurilgan changan 69 tali. Qiziqqanlar bo'lsa, olinglarchi, xudo xolasa puliga 6800 kelishtirib beraman deyishyapti. Bu izotermiz ekan-da. Izotermiz 270 bo'ladi uzunligi o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar. Mashinaning kamchiligi yo'qmi aka?
Ichlari ham yaxshi turibdi. Bu prostoy ekan-a? Prostoy ekan. Toshbuloqdan ekanlar akamiz, Toshbuloqning mashinasi ekan mana. Qiziqqanlar bo'lsa, olib qo'yish kerak. Telefonda qilib, mana ichlarini ham ko'rsatib beraman. Mana bu yog'i mana izotencha pukli qilib. Ana. Zo'r ekan. Hop. Benzinda shekilli. Benzindami aka? Benzin? Asfaltlarni so'raymiz. Nechta bo'lyapti aka endi rasxod? 7-8 litr. İyida, xo'p. Motorda ishi yo'qmi aka? Yo'q, yaxshi. Hadovoy, korobka, most ishi yo'q-a? O'rtoqlar, men qarang o'zi yasatganmisiz uni? Butkasini? Ashunda olingan. 6800 tushib beriladi. Aka, 6 dan pastga yuram, yurmaydimi? 6 plusmi? Xo'p, yetmay qolsa-chi, bir 3000 pulim bor, 4000 pulim bor, 1-2 oygami, 3-4 oygami turib berasizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Bering telefon raqam. 90lik 793 93 95. Ismingiz nima aka? Fahriddin aka murojaat qilinglar. Aka bozoringizni bersana. Rahmat. O'rtoqlar, yili yangilardan bormi deganlarga 1 tonnaligini Kia Bongo, eng qizig'i yili yaxshi 23-yil Starex motor qo'yilgan. Haligi dokumentlarda to'g'rilab qo'yilgan, hamma yo'q bo'lgan-a. O'zimiz kraska qanaqa aka? Kraska tepadagida pit mo'jasi bor. Qarani oldida. Nechayda-ya? Nechayda? Qolgan yeri top-toza deb aytishyapti. Endi aka, mashina qancha yurdi? 83 ming yurdi. Yaxshi. Motordanki qancha yurdi aka? Esda yo'qmi? Bilmasam deyaptilar. Ko'ringlarchi, mana ichlari ham kengina, yili yaxshi. Hamma qulayliklar. Konditsioner hamma yo'q, bor-a endi aka. Yili yangi mashina o'zi aytib turibdi. Necha metr bo'ladi aka? 280 mi? 280. Bu 100 talikmi, 90 tami aka? 80 talik. 80 talik ikkita, ha? O'rtoqlar. Kia. Narxlarni so'raymiz. Yangi mashina ekanda 23-yil. Nech pul aka? Kelishtiraylik. Bo'ladiganini aytavering. Qancha? 19,5 ming ozgina o'tib beradi. 19,5 ming ozgina kelishtirib berilar ekan. Endi o'rtoqlar so'raverasizlar. Keyin yetmay qolsa-chi aka, bir 10 ming puli borga qilib beramizmi yo'qmi? Kelishamiz. Necha oygacha, bir yilgacha bormi? Yo'q. Ha, kelishargansizlar. Telefon raqam bering endi. 97lik 97lik 104 104 90 90. Ismingiz nima aka? Jamol. Jamol aka murojaat qilinglar. Aka bozoringlar bersin. Dokumentlar ham yo'q joyda. Mayli aka. Mashinada texnik holatda muammo yo'q-a? Yo'q. Xo'p. Rahmat aka. Tak, sotamizmi? Aka, yili nechi? Assalomu alaykum. Bir obzor qilib ketaylikmi aka? Bir obzor bo'ldi. Biz qilsak bo'lmaydimi? Kelingchi. Kim obzor qildi? O'zbek avtomi? Biz YouTube'da aka, ular Instagram. YouTube uchun olamiz aka biz. Tak. Ha? U ham YouTube ishlatyapti. Ha, yaxshi. Ular Instagram ko'proq faoliyat yuritadi. Xo'p, bo'pti, davom etamiz. Kia Bongo yili 12-yil o'sha 1 tonnalik deydi. Nima? Bu aka 280 a? 285. 285 bo'ladi. Kraska qanaqa aka? Kraska asfalt bo'lgan. Endi bular dastlabki kraska nimasi yo'q. Kaltaga qarlar, udariga. Udar yo'qmi ha? Endi baribir yuk mashina bo'lgandan keyin bu narsa yuklansa, yorilgan, netgan, chizilgan. yuk tegib chizilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bemalol behijolat tekshirib olaveradi. Yashang. Motor o'zinikimi? Motor o'ziniki, turbina, rasxoti yo'q. Bemalol xotirjam yuraveradi. Xotirjam. Yangilangan. Yangi akkumulyator qo'yilgan. 100 tadan 2 ta. 100 talikli 2 ta. Gazi. 300 oshib yuradi. 300 kilometr oshib yurar ekan mana. Ishga tayyor xudo xolisa. Tayyor, rasxot qilmaydi. Vodiy va Qancha yurgandingiz?
8dan 319 ga bordi-da. 319 mingga bordi deb ma'lumot beryapti. Ishlari ham mana akkuratni chiroyli bo'lib turibdi. 2012-yilga o'xshamaydi. Chiroyli bo'lgan. Aka o'zingiznikimi yo tirikchilikmi aka? Ana o'zlari necha yil bindingiz aka? Necha yil bindingiz? Bir sir bo'lmas. 1 yil. Yumshoq-a? Yumshoq. Yumshoq bo'lmasa yumshoq qo'yildi. Endi bu mashinani olganlar bir ikkita sabab bilan sotadi-da. Yo uchasi chiqib qoladi, yo Bizniki savdoga. kattaroq mashina kerak bo'ladi, kichikroq qiladi. Savdoga. Savdoga yashang. Xo'p, aka bir kelishtirib ayting, sotilib ketsin. 13 kami bor edi. 13 kami bor. Qancha so'rayapti aka? So'ragan endi so'rab kelyapti. Endi hamma o'zi biladi. Nima so'ragan? Bitta 10-11 atrofida bitar aka, naqd bo'lsa. Naqd bo'lsa 12 mi? Yashang. 7000 qolsa-chi bir 7000 pulim bor, 8000 pulim bor aka. 10 ming atrofida bo'lsa kerak. 10 ming atrofida ajdanaga kelishaveramiz deyaptilar. Bering telefon raqam. 94lik. 94lik 092 0026. 0026. Ismingiz nima? Ravshan. Ravshan aka, dokumentlarda muammo yo'q. Mashina texnik holatda, hamma yo'g'i soz holatda olib minaveradigan, xudo xolasa. Rasot yo'q. Bo'ldi. Aka bozoringlar bersin. Rahmat. Olinglar mana o'rtoqlar. Holati yaxshi ekan, xudo xolasa. O'rtoqlar 2004-yilga 2004 dediz-a? 2004-yil o'sha Changanda passajirda kesilganmi, zavodmi? Zavodskiy yuk mashina o'zi, bu. 2004-yilga xullas Xitoy labo, o'sha Changanda labosi, qadriyatlar bo'lsa, uni olinglar, xudo xolasa kelishtirib beramizmi aka? Kelishtirib bering. Bu nechtalik motor bo'lar ekan aka bular? Bu o'sha 62 talik ekan, 63. 62 talik? Yaxshi, kuchli ekan. Necha metrli kuzov aka? Labo razmer bor-a? 220 da labolar. Salonlarni ko'ringlar, inonim, sidinachi qo'llar. Mana shu. U sidinasi almashganmi aka? Yo'q, zavodskiy ustiga yangi qaplar. O'zbekistonda Mashinada chiqqan-a? Ot kuchi nechta ekan aka? 62 da deyishdi. Texpasportga yozilgani. 62 talik ramalar butunmi axir? Yo'q, butuni. Metani 65 ta. Gazga urilgan. Dokumentda muammo yo'q-a? O'zingiz minib yurgan mashina aka? Bu samodelka ekan-da manasi, ha? Ha, orqasi samodel. Yaxshi. Xo'p. Aka, motorlari soz holatda. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Nech pul deyapsiz aka? Aka 3,5 milliard. Hop. 3000 ga bo'lsa berib yuboramiz. 3000 ga bo'lsa berib beramiz, ha? Bo'ldi. Mana olib ishlatadiganlar bo'lsa, bemalol maza qilib. Aka, 1 tonna yukni oladimikin? Oladi. Oladi. Telefon raqam berasiz. Raqam 50lik 50lik 576 576 93 13. 93 13. Ismingiz nima aka? Abdulvohid ismi. Abdulvohid aka. Mabodo bir yetmay qolsa-chi, 1,5 ming puli bo'lsa ajdaniyasi bormi, yo'qmi aka? Yo'q, endi shu bizga naqd bo'lsa, Naqdga kerak, a? Naqd kerak. Nimachi? Gen albatta qilib berasiz. Genlarni bo'ladi. Bo'ldi. Aloqa telefoningizni oldim-a? Mashina texnik holatda, soz holatda. Bozoringizni bersin aka. O'rtoqlar, mol qo'ygan ham yaxshi ekan. Mana tepalarini bekitib, chiroyli qilib 200 olib ketaverasiz. Bozoringizni bersin. Aha. Tek UAZ Bartovoy sostenasi mana yaxshi ekan. Amaga sotamizmi? Yili necha? 90. Kelingchi. Bitta siz bilan suhbatingizni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bizga chiqarish mumkin emasmi? Yo'q, bo'laveradimi demoqchi. Ha, bo'ladi. Nechinchi yil? 90. 90-yil UAZ Bartovoy o'rtoqlar. Zavodskiy aka. Hamma yo'q. Haligi buxankani kesilib tayyorlanmagan. Shundoq zavodskiy. Oldi. Mana kiyaniki. Qoplabsizlar u. Chiroyli turibdi.
Ko'ringlar sastinasini. Xo'pda, puliga qiziqyapman. 94 dedingizmi? 90. 90-yil. Nech pul? 2400 so'rayapmiz. 30 million. Nega balat aytyapsiz? 30 millionda bu. Aha. Ishlarni ham ko'rsatyapman. Mana, ko'ringlar. Olib kelanyapman. Hammasi. Qolmang polvon. Bo'lyaptimi? Kolonkalar zo'r, ha? Kim mindi buni? Ha, o'sha-da. Mana kimga bosh og'riq shartamas. Yoshlar qiladi-da buni. Salonni boplashibdi, gap yo'q, hamma yo'q, bor pul o'liklari. Bo'ldi. Mol qo'yga zo'r ekanda. Pastga tushadi-da bu, ha? Ha, mana. Tushiring-chi. Mana shuni tushirib qo'ying, klientlar ko'rsin buni. Yo'q yurmaydi. Shuni ishlaydi. Qaranglar. Ana mol boylar ishlayapti bu. Yashang. Nechta sig'adi endi? Amaki bir. Hozirgi 25 millionlik moldan 6 ta sig'adi. Yo'g'i. Mashinga bemalol. Yashang. Mandaqasiga ham, kondalangiga ham 6 ta. To'g'ri gap. Oldiga 4 ta, changa orqasiga 2 ta. qiz orasiga bittadan kirib bunga tushadi. Hammasi To'g'ri mana gap. 6 ta. Buzoqlarda ancha ketar ekanda o'sama. Ha, mayda buzovdan 14-15 ta ketadi. Hammasi butun, ha, latki yo'q-a. Yo'q, suvarka latkilari yo'q. Yashang. Gazi torpedadan 2 ta shekilli? 3 ta. 3 ta. Skarot balondan 3 ta. Razvedkasi amaki? Oldin yo'q, oldini qo'shilmagan, olib qo'yilgan oldin. Kardan yo'qmi? Yo'q, oldinikilar olib qo'yilgan. Ha. Bo'pti, 30 million demang, bir kelishtiring bir. Bir 20 dermakinsiz debman. Yo balatmi aka? Ha, baland. Balat, ha? Qanchalar turadi bitirib beramiz примерно bir. Endi shu 30 million ozmos. 20 million 25 ta olasiz bitami, bitmaydimi aka? Yo'q, 25 dan baland. Balat, ha? 30 million ozroq ekan o'rtoqlar. Mana ko'ringlar, xudo xolasa yetmay qolsa-chi. Endi bo'ladi-yu, misol uchun. Yetmay qolsa kelishamiz. Keyingi hafta mol qo'yim, sotib beraman aka. Bo'ldi, telefon raqam berasiz endi. 93lik. 93lik 189 189 53 53 18. 18. Ismingiz? Ismoil. Ismoiljon aka, buni motori 21 mi, 24? 24. Dokumentda muammo yo'q-a? Dokumentida hech qanaqa muammo yo'q, o'zimning nomimda. Motor, korobka Hammasi joyida. yaxshi, xudo xolasa. Qayerdansiz aka? Men To'raqo'rg'ondanman. Qayerdan? Go'zalobod Yasha. mahallasida. To'raqo'rg'onliklar bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar, xudo xolasa mana. Olinglar. Video ham zo'r, sostenasi ham zo'r, holati yaxshi ekan. Bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. O'rtoqlar mana yaxshi, xudo xolasa, ovolasizlar. Mana kimniki kim bu? Xo'p, o'rtoqlar, buni bir ikki obzor qildim, bilasizlar, lekin xudo xolasa egalari aka arzonroq qilib beramiz deyapsizlar. Lekin sostenasi zo'r, kuzovlari chiroyli chiqqan. Bu Hayfeydi zavodskizmi kesib tayyorlangan? Zavodskiy yuk mashina 2012-yil bort tent qilingan. O'rtoqlar, zavodskiy mashinalar 4,5 ming, 5 ming shunaqa atrofida bo'lyapti. Lekin xudo xolasa uchinchasi qaramaymiz. Kelishtirib, mo'ljal yaqin ayting, sotilib ketsin, turmang bozorda. Bir ikki marta chiqsiz bozorga mana aka. 4200 qilib beramiz. Endi o'rtoqlar, kesib tayyorlanganlar ham 4,5 kam bor deb turibdi-da. Endi bu zavodskiy narsa. Nima kamchilik? Bo'lgan. Kamchilik meni ish kerak. 25. Ha, men borini aytaman, bunaqa maqtash boshqa nima yo'q. Endi bu akalar o'sha 3-4 safardan chiqyaptilar. Ko'ringlar, zavodskiy mashina, video chiroyli, kelib ko'rib, buni tekshirib olaverasizlar albatta. Es balonlarni qo'yib qo'ygan. Orqaga. Mana shu bitta baloni yaxshi emas shekilli. Buni zavod bo'lsa, bu yerda udari bormi yo'qmi bunda? Yo'q, kraskasi bor lekin. Kraskasi bor, udari yo'q. Xo'p, obshivka holatlari mana yaxshi. Nechtali motor bo'ladi? 60 talik motor ham kuchli mana. 1 tonna ashiq yuk olaveradi. Ramasiga tegmaganmisizlar? Ramalar yaxshi. Yaxshi. Ha, ramalar yaxshi. Singanchiq joyi yo'q. Metallari nechta bu? 80 ta. Bitta xolos, ha? Qancha yuradi? 200 kilometr atrofida yurar ekan. Yaxshi, o'rtoqlar, olinglar, xudo xolasa, yomon narsa emas. Inshaalloh kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Endi 4200 deyapti. So'raylar, pervarishadi, chumchasi qaralmaydi aka. Mabodo yetmay qolsa-chi, 2,5 ming puli bo'lsa-chi, beringchi. Yo'q, men narxga
gaplashamiz yengilroq bo'lsa ham. Ajdana bo'lgan allaqachon turmasdim aytadi-ba. Yuk tentga ham bo'lgan mana tayyor. Yuk bort tent. Yap yo'q. Telefon raqamini ayting endi. 97 97 necha? 376 376 41 o'rtoqlar. Ismingiz nima edi? Rahmatulloh deb o'rtoqlar. Shu Namangan shu yerdansiz. Mana shu Namangan mashinasi. Orqasiga mana es balonlar qilib mana ko'ringlar. Baquvvatini mana 14 lik balonlar. Ishlataverasak xudo xolasa. Mos korobka motorlarda yaxshi holatda. muammo yo'q. O'zimni ikkita 3 ta mashinam bor ekan. Asli sotmasdim. Siz ustaysiz-a? Shunaqami? Ustachilik ham qilaman. Uzun minutgan mashinalarim ham bor. Ha, bu bo'sh turibdi. Bir chekka chang bo'lsa yotadi. Bir haftadan beri kalit tegizilgani yo'q. Shu bo'lgan yuk tozalab chiqdim tarafdan. Bir chiroyli qilib so'raylarchi, qaramaydi unchunchasiga. Xudo xolasa, bozoringizni bersin. Egasi kelmadi, ha. O'rtoqlar 2019-yil bor ekanmi tayyor 140 ming? 147 ming yurgan xolos ekan. Bu udari bormi yo'qmi xudo xolasa? Udari yo'q, ha. Bu refrigerator shekilli. Refrigerator o'rtoqlar sovutgich mana hozirgi sezonga zo'r issiqqa maza olib ketaverasizlar. 100 tadan 2 ta. Metani. 100 talikdan 2 ta. Ko'ringlarchi salonlari ham mana yaxshi xudo xolasa. Kamchilik yo'qmi? Motorlari qanaqa amaki? Motori. 138 motor olim. 138 motor. Ishlaydimi bunisi? Ishlaydi. Sovutib tashlayveradi, xudo xolasa. Yashang. Nima deymiz amaki? Kelingchi. Kamchilik yo'q bo'lsa, tayyor bo'lsa, xudo xolasa bir 2014 dedingizmi? 19. 19 dedingiz. Nech pul qo'yib beramiz endi? 17 qilishyapti, so'rashyapti, bermayapti. 17 ming dollarga sotmayapsiz. Shunaqami? 17 ga sotmayapmiz. Yaxshi bo'pti-yu. Narxmida ya ajdaniyami? Yo'qcha ajdanasi bor, 2,5. Tak, nima qilamiz bo'lmasa? Qancha puli bo'lsa berib yuborasiz? Iloji boricha narx bo'lganda yaxshi edi. Xo'p. Bo'lsa bir oyga bir narx beramiz. Uzoq. Eng kami qancha puli bo'lsin? 15. 15 ming pulinglar bo'lsa, bir oy yo'q bu yog'iga qolgan turib beraveraman. Oladiganlar bo'lsa tayyor, holati zo'r, nahadu, ha, ishga tayyor. Maza qilib minasizlar. Toshkentga chiqib ishlab turibdi. Bering nomeringizni. 99 lik 020 92 52. Ismingiz nima edi amaki? Muhabbillo amaki murojaat qilinglar. To'g'ri bo'ladi. Dokumentlar joyida. Bozoringizni bersin-a.